Siz inson organizmidagi og'irligi atiga 15-20 grammni tashkil etgan a'zo ko'pgina moddalar almashinuviga javob berishini bilasizmi? Shu bilan birga ushbu a'zoning ish jarayoni ko'pincha birgina moddaga bog'liqdir. Ha, bu qalqonsimon bez va yod moddasidir. Farzandlarimizdagi yod yetishmovchiligi belgilari bu holsizlik, befarqlik, e'tiborni bir joyga jamlay olmaslik, hattoki jismoniy va aqliy rivojlanishni ortga qolishidir. Yod tanqisligini va farzandlarimiz yetuk rivojlanishi uchun Tirosnab tabletkalarini tavsiya etamiz. Tirosnab yod tanqisligini tezda bartaraf etib, qalqonsimon bez ish faoliyatini tiklaydi va organizm ko'p tizimlari yana faol ishlay boshlaydi. Tirosnab tabletkalarini aptekalar, uzun market ilovasi hamda quyidagi telefon raqam orqali xarid qilishingiz mumkin.